Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur Abdunum rayonlik partiyasining sekretari Jang Chunshan oldingi kuni Beijingdagi ikki yig'inda so'z qilib mundaq degan. Hozir zo'ravonlik va terrorlik harakatlari azayishga qarab yuzlandi. Hökumetning rayonda ko'rilayotgan jiddiy voqealarning oldini olish iqtidori o'sdi. Biroq Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadiri xonim Jang Chunshanning bu so'zlariga inkas qaytardi hamda Uyg'ur elidagi qarshilik harakatlarida pasayish bo'lganligining gumonliq ekanligini ta'kidladi. Rabiya Qadiri xonim agarda Jang Chunshan aytgandek Uyg'ur elida qarshilik pasaydi deyilsa, bu hargizmi Uyg'ur xalqining qarshilik ko'rsatishidan voz kechganlik emas, balki qarshilik ko'rsatish shaklining o'zgarganligining bir ifodasi deb ko'rsatdi. Xinhua To'rining oldin qaftidagi xabariga qaraganda, doirlar Xitoy o'lkalardagi to'liq o'tir maktablarda ta'sis qilgan Xinjiang sinfini davomli kengaytirganligini bildirgan. Xitoy taratqullari Xinjiang sinflarini yoshlarga parlaq kelgusi yaratishdagi bir qimmatli fursat deb tashviq qilib kelayotgan bo'lsa, muajiratdagi Uyg'ur ziyolilari uni Uyg'ur bugungi zamon ma'rifidagi bir tuyuq yo'l deb tanqid qilmoqda. Xitoy o'lkalardagi Xinjiang sinflarida o'qiyotgan Uyg'ur o'tir maktab o'quvchilari bu haqda radiomizga inkas bildirib, o'zlarining qiyin ahvoldan uchur berdi. Avstraliyadagi Uyg'ur masalasi mutaxassisi James Leybond bu haqda fikr bayon qilib, Xitoy hukumati Xinjiang sinfini qurish orqali o'zlari kutgan natijaga erishamadi. Balki uning aksicha Uyg'ur o'quvchilarda milliy kimlik ini texmo kuchaymoqda deganlarni ilgari surdi. Xitoy hukumat taratqullaridan oshkor bo'lishicha, doiralar Uyg'ur elidagi noiyalarda ta'sis qilingan siyosiy maktablarning rolini kuchaytirishga deb mablag' solmoqda ekan. Siyosiy maktablarning asosli xizmat kun tartibi atalmish diniy asabiylik va milliy bo'lgunchilik ideyalarini tugutish uchun kompartiyaga sodiq xodimlarni tarbiyalashgan. Siyosiy maktablarda yerlikdagi diniy zotlar qarorlik holda Xitoy Kommunistik partiyasining aloqador siyosat, qonun tuzumlari bilan tarbiyalanadi ekan. Postkamdagi siyosiy maktabga 6 million so'mdan ortiq mablag' sarflangan bo'lib, yangidan ishga kirishtirilgan ekan. Mazkur maktabda milliy va diniy ishlarga mas'ul xodimlar bilan diniy zotlar jiddiy tarbiyalanmoqda ekan. Egallashimizcha, Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi cho'ng-kichik shaharlarni tez suratda kengaytirib qurishi va zo'r ko'lamda nüfus ko'chirishi natijasida Uyg'ur dehqonlarining avlodma-avlod tirikchilik qilib kelgan terilg'u yerlardan ayrilib kelayotganligi ma'lum bo'lmoqda. 2002 yil Qashqa shaharlik hukumat bilan Nazarbog' yezliq doiralar Qashqa shahrini kengaytirib qurish hamda Qashqa aerodromini qayta qurish bahonasi bilan Qaziriq kentidagi dehqonlarning 5000 mo'ga yaqin yerini tortib olgan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Qaziriq dehqonlari 14 yildan buyon qo'ldan ketgan yerlarini texcha qaytarib olmaganligi va tegishli to'lamga erishamaganligini inkas qildi. Egallashimizcha Aqsu Aykuldagi Payshanba bozor masjidining imomi 47 yoshlik Denizat Aziz Ahmadning bola o'qitganligi uchun 9 yillik kesilganligi ma'lum bo'ldi. Radiomizga kelgan bu vaqtdagi uchurlarda imom Aziz Ahmadning kanit amonlik mudiri Mahmud Avud tarafidan yezilik soqchixonaga olib berilganligi, shuningdek keyin Aziz Ahmad haqida oilasiga hech qanday uchur berilmaganligi bayon qilingan. Radiomiz Payshanba bozor kentidagi amonlik mudirini ziyorat qilib, bu vaqtdagi uchurlarning rostligini dalilladi. Ma'lum bo'lishicha, imom Aziz Ahmadning maxfiy holda sotlanib 9 yillik qamoqqa hukm qilinganligi xabari uning qo'yib berilgan kameradaşlari orqali oshkor bo'lgan. Suv manbalarining jiddiy turda azayishi bilan muhitning buzilishi ichki quruqlik iqlimiga mansub bo'lgan Uyg'ur elining tabiiy ekologiyasidagi eng og'ir krizis bo'lib kelmoqda. Aqsu viloyatidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir nafar suv ishlari kadri yaqinqi yillardan buyon suv va muhit krizisining ro'shan ko'rilayotganligini,Ovat noyasida dehqonchilik uchun ishlatiladigan quduqlarning 90 metrdan 120 metrgacha cho'nqurlikda qo'llanayotganligini ilgari surdi. Qumul viloyatidan elingan uchurlardan qaraganda, yerlikda suv masalasi qis bo'lib qolmasdan, balki zavod va konlarning ko'plab qurilishi bilan muhitning nacharlashib, turli kasalliklarning ko'rilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.